Nima qilyapsiz ovsin? Ovqat qilmoqchi. Shuncha go'sht olib, hammasini solmoqchimisiz? O'zi yeringiz eplab, yarim kilo go'sht olib kelishni bilmaydi. Mani yerim topganini yeyishni bilasanlar. Tinchlikmi? Kenayi, yana nima baloni boshlayapsiz? Ko'rmaysizmi dadasi? Bular tejashni ham bilmaydi. Qachongacha sizni topganingizni yeyishadi? Dostonbek, akangiz tug'ilgan kunlar edi. Shunga yaxshiroq ovqat qilmoqchi edim. Aqling? Mani pulimga emasdi. O'zi sizlarni boqayotganim yetmaganda nima? Akamni tug'ilgan kunini ham men nishonlab berishim kerakmi? Tinchlikmi ukam? Amana qahramoningiz o'zi ham keldilar. Siz mana shu chirrigan 3 ta xurmodan boshqa hech narsa olib kela olmaysiz, to'g'rimi? Aka, chiqib keting. Keta qolinglar. Hammamiz tinch yashaymiz. Alohida chiqsangiz hammamizga yaxshi bo'ladi, aka. Xo'p. Faqat bir oyda O'g'il bola bo'ling, aka. onasi Labbay, narsalaringni yig'ishtir. qatgan chiqam. Yig'ishtir dedim. Ketamiz. Qaqqa? Ha, o'zing chiqib ket deding-ku. Ha, chiqib keting. Faqat yenguyingizga chiqib ketasiz. Sizga uyaldim. O'zimizdanikidan ham kattaroq, o'zimizdanikidan ham yaxshiroq. Tug'ilgan kuningiz bilan, aka. Men umuman aybim yo'q-ku, lekin hammasiga yerim majburladi. Ama Kechiring. huzurroq bo'lsindirim-de. Bu pul, mol dunyo hammasi esdan chiqadi. Lekin ota-onamiz aytganlaridek, oqibatimiz yo'qolmasin, akajon. O'zimizga boshingga kelsa kulfat, Vo, akang ukang bo'larkan eng zo'r ulfat. qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqon